Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 25-avgust kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. AnjirPay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. AnjirPay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 35 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 11.818 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.181.807 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 81 so'mga pastlab, 1 yevro 13.788 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.378.814 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.17 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 141 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 141.690 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0.03 tiyinga ko'tarilib, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25.840 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi har kunlik dollar, yevro, Rossiya rubl kursi hamda Qozog'iston tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun alohida barchangizga kattakon rahmat. Kommentariyalarda ham o'z iliq fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Barchangizga rahmat.